Assalomu alaykum, hurmatli Ekastroy, Alikabon montaj jamoasining a'zo obunachilari. Mana bugun biza izzada olgan obyektimizning Alikabon ishlarini bitkazdik, xudo xolasa. Bu joyimizda darvozaxona kirish patologiya. Mana ko'rib turganinglardek oppoq Alikabondan bo'lgan, glyansli yaltirashiga baho beringlar. Fasonlarimiz patnis fasonda bo'lgan, hamma tomoni. Galogenlarga joy o'rnatib qoldirib ketganmiz. Bu letniy kuxnyamizning patologiya mana bu joylar. Juda ham idealniy sifatli holatda bitkazib berganmiz. Bu yoq tomonda qoshlar 45 gradusda tekis однотонный oq rangda bo'lgan. Ikkinchi etaj qoshlarimiz mana ko'rib turganinglardek. Qanaqa idealniy chiqqan, o'zingizlar ko'rib baho beraverasizlar. Bu yoq tomonda dalish. Kimga mana shunaqa sifatli Alikabon xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarga rivoj.